ismim Shavkat, yuridik firma xodimiman. Xo'p, zalog asosida kreditlarimiz uchta boshqa turi bor. O'zini maqsadiga qarab, yo'nalishiga qarab. Foizlar ham o'sha yerda belgilanadi. Xo'p, kattaroq tadbirkorlik bo'yicha olmoqchi bo'lsangiz, nima faoliyat ko'rasiz sizga? Ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish bo'yicha, ya'ni ishlab chiqarishingiz bo'yicha 5 yilgacha kredit mablag'ini ajratishimiz mumkin. Foizlar 26% boshlanadi. Zalog asosida faoliyatni rivojlantirish uchun asbob uskunalar qismi yo'ldan ishlab chiqarishingizga kerakli bo'lgan nima narsa kerak bo'lsa, o'shani olib berishimiz mumkin. Xomashyoga. Xomashyoga 18 oygacha beramiz. Bu maqsadli kreditlar hisoblanadi. Zalog necha foiz hisoblanadi? Zalogingiz turar joymi, mulkimi, nomulkimi, transport vositasimi yoki turar joy bo'lsa, baholangan summasini 80% miqdorda biz zalogga ola olamiz. Ya'ni kredit ta'minoti 80% oshib ketmasi kerak. Bu degani agar sizni mulkiy ta'minotingiz 1 milliardga baholangan bo'lsa, bizdan banklardan 8 millionga garovga olamiz. Maksimum 8 million. 80% olamiz. Bu hududni farqi qanday? Hududda farqi yo'q. Oxirida aytganlaridek, qonunchilikda belgilangan faoliyatlar bo'yicha ajrata olamiz. Ishlangan qonun degan gap yo'qmi? Xomg'ish, paxsali devorlarda yengil tipdagi bino inshootlarni qabul qiladi. Zavoddan olingan xomut bo'lmaydi? Yo'q. Ishlatish. Ishlatish yoki shlaka blok bilan aralashgan yoki shlaka blok beton. Xomishni qishloq xo'jaligida nima? Shlaka blokdan ham mustahkamda. Shlaka blokdan mustahkam. Endi misolda endi qishloqlarga tushuntirgan. Xuddi shu. To'g'rimi? Ayni shularga bo'lib smentasi bor. O'zgartirish kiritiladi. Odamlar erkinroq ishlasin bankda. Endi adashmasam Sxo'rasi bunaqa ish rivojlanmaydi. Xomg'ish bilan ishlashni ishdan qilmaganlar bor, paxsadan qilmaganlar bor. O'shalarni mehnatini o'sha maqsadga ko'tarib berish boshlanadi. Shuning uchun umumiy boyishdan qilgan degan. Hadiyami bandiga kiritib qo'yish kerak. Umumiy nuqtai nazardan o'sha boyish degan narsa o'shanga kiritilganda, bunda paxsa, sent orqali qurilgan eski devorlar bor. Ularda o'sha xomg'ishdan ikkalasini farqi bor-da. Umumiy ma'noda hammasi boyish hisoblanib, o'sha hisobiga Lekin o'sha zavoddan chiqayotgan xomishga smetasi bor, arzonroq bo'lsa. Chunki u ishlab chiqarish xomish, yarim tayyor mahsulotda u. umumiy kiritish kerak. Mayli ishganishi 80% olsanglar, o'sha imminni zavod qilishini где-то bir 50-60 dan olsanglar ham ancha-muncha ishga boradi. qurilish material bo'yicha hisoblanamizda. Ya'ni endi ba'zi bir bo'lagi bo'ladi. O'sha zavod. 80% bozor narxi qiymatiga kelib chiqadi. Bunda o'zini kriteriyalar bor. Evaholashda taxallar to'g'ri. Shunaqa. Bir chansiga qilib keyin evaholashga tashlaydi, evaholash qo'yib chiqadi. Shunaqa. Evaholash eksperti bor. O'zlariga ko'rib nazorat qiladi. Bularga o'sha mana bu noqulay bo'yicha-da. 1 milliardgacha bank o'z baholaydi. 1 milliarddan tepasini yeb baholash oladimi yoki Bankda baholash bo'yicha hech qanaqa huquq yo'q. Atsenka qilasiz. Baholashda programmasi bor. Shu orqali so'ralgan narsalarni kiritamiz. Siz orqali gaplashadigan joyiga chiqib o'rganamiz, faqat ishlab berish, lokatsiyasi, ta'mir holati, ro'yxatda hech kim bor yo'qligi shu bo'yicha so'ralgan narsalarni kiritamiz. U o'zi bahosini chiqarib beradi. Agar siz bu bahodan norozi bo'lsangiz, 1 milliardgacha